Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Urganchda 2 qavatli 250 kvadrat metrga ega bo'lgan tayyor pod ключ Euro remont hovli joyi sotuvga chiqdi. Hovli joyining alt tarafidan, fasad tarafidan ko'rinishi shunday bo'ladi. Yine elde tarafı kısmı tayyor holatda. Elde shunday tip quyilgan yine. Aziz obunachilar, mashinani ikkalib qo'ymoqqa steshga qilinib quyilib turibdi. Zeleniy zonalari bor. Yine ikki tarafidan yine tayyor zeleniy zonasi. Yine betonatib xalasangiz burchatga urib bersangiz burchatga ham ajoyib bo'ladi azizlar. Yine hovli joyimizning yine alt tarafidan görünüşü, fasad tarafidan tashqi ichki tomonini ko'rib obzor qilib chiqamiz. Sizlardan bir dona like bo'lsin, bizlarni qo'llab-quvvatlab turing. Kanalımıza podpisatsiya basmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. Asabi ketdik, ichkari qismini girib obzor qilib chiqamiz. Like'lan bosib ishdan chiqmasin. Stupenka zinalar yine quyilgan. Biton zinalar yine bundan men so'qinlar shunday tip plitadan chiqib turibdi aziz obunachilar. Akfa aynalar, rishotkalar ham tayyor qilingan azizlar. Yine ko'rishingiz mumkin. Rishotkalar qilinib tayyor turibdi. İşikler, demir işiklerden bismillah deb giremiz. Girgen joyimiz dalan kısmı. Katta hol, dalan bo'ladi. Akfa radiator registr batareyalardan qo'yilgan. Oboy qilingan. Yine oyoq tili laminat pol. Beram shunday. Rakovina, svet, suv, gazdan muammo yo'q. 9'ning oxirida bo'ladi azizlar. Manzillar. 9'ning oxiri, yana boydan chiqqan patologlar, natujli patolog. Ya, patologli lampochkalar ham yonib tayyor holatda turibdi. Avtomatlar sifatli simlardan o'tib montaj qilingan, har bir xonalar avtomatla qo'yilgan azizlar. Vaziyatchilar ega. Eni 830 bo'ladi. Joyni o'lchamlari azizlar o'ng tarafda yana birinchi xona umumiy 5 xonadan iborat bo'ladi. 2 qavatli 250 kvadrat metr. Eshiklar high-tech eshiklardan MDF laminat eshiklar bo'ladi azizlar. Girgan joyimiz oyoq teyini laminat pol. Patologlar natijnoy oboydan chiqqan uyg'unlar qilingan. Yine perdeler ham o'tirib tanlab qo'ydilar. Oynalar tashqariga qaragan. Akfa batareyalar tablina kelib turibdi. Rishotga qilingan. Yine azizlar. Bu xonadan chiqqandan keyin o'ng tarafda endi ikkinchi qavatga ko'tariladigan zina stupenkalar bor. Hozir pastda xonalarni obzor qilib chiqamiz, ikkinchi qavatdan ham ko'rib chiqamiz. Chap tarafda shuni to'g'riga yurgandan keyin sanuzel. Yani hojatxonasi, vanna, aliston hammasi tayyor holatda. Rakamina, oyoq tiylari, kafel, hamma joyi kafeldan chiqqan, patolog plastik. Kafeldan chiqib tayyor holatda turibdi aziz obunachilar. Akfa eshiklardan qilingan. 100% laminat pol bo'ladi. Joyni poli bir kuxnya ama oboy qilingan stenli kotyollarni gap turibdi, reduktor, stabilizator qo'yilgan. Kuxni garniturlar tayyor. Yine gaz plita, suv tochkalar oboydan qilingan. Patolog kamera plastikda. Bog'ina ega, bog' tarafini ko'rsatib o'taman. Aziz obunachilar, yine bog'am katta. Kichkina emas. Xolasangiz letniy tualet qilib berasiz, xolasangiz to'q jo'ja boqaman desangiz ham solib bersangiz bo'ladi. Kladovkami. Balkim xohishana qarab yana qozon o'joq qo'yib kichkina tashkil etaman desangiz, tashkilamda muallinaki gazli sho'tchiklari kelib turibdi. Shuni ham betonatib quyilgan bera. Bog' tarafni o'ynasam rishotga qilingan aziz obunachilar. Yana naves qilingan. Üstü. Dım acayip zor etiyip sagallar kurucumuz. Yani demir eşik bak tarafdaki.
Sizə bilə ikinci kavata götərilənəmiz az, xuda xalasa. Bir xananı göstərdik, iberdə yenə bir spalnik xanası boladı. Aboy, başqaça aboydan işlə, high-tech. Patolog natijnoy, yenə görüb dursa, aynanı rishotka qilingan akva batareyalar bor. Tenar laminat qo'l. Zinani tenam shunati bir yasab berganlar yana meyda chuyda. Nesa qo'yib bermagan yana. Zabon açılır. İkinci kavata çıkamız. İkinci kavatını görəmiz azı zinalara. Şimdi deyib, yine zor etib taxtadan işlənген acayip. İkinci kavata çıktık. İkinci kavatında yine çıkkandan ki 3 xana caylaşqan boladı sanuzi ilə əlaqədə. Çıkkan caydan 10 kolda yine 10 tərəfdə bir spalnik xana. Bomba boydan çıkan patolog natijnoy aynalar tashqariga qaragan, oyoq telar laminat, akfa radiator batareyalar bor. Eshiklar high-tech. Ondan chiqamiz yana bir xona. Mana detsi komuta desak ham bo'ladi. Ajoyib oboydan chiqib turibdi. Patolog natijnoy aynalar deshana qaran. Registrlar bor. Yine ayak terar laminat bu. Eshiklar high-tech. Chiqqandan keyin dushovik qilish ham mo'ljallangan. Kafeldan chiqqan. Ben tarafta yana bir xona. Yani şu depa qismini yuqoridan ko'rsataman. Bu ham natijnoy qilganlarni patolog. Baland qilib bostirilgan, ajoyib. Yerdan akva radiator batareya, bu yer kichkina bir donancha hisobi desam bo'ladi. Yana bir xona yana zal. Zalning usti zalot tushgan. Oboydan chiqib turibdi, patologlar natijnoy, perdalar ham qo'yilgan uchun balkonga ega yana. Yine zabunachilar balkon ham bor. Chiqib durmoqda. Ayak tenar laminat bu. Gap yok. Yine. Acayip. Acayip feyzi tayyor podключ. Narxına gələn olsak hemen narx qiziqtiradi. Aziz obunachilar, sizlar bilan birgalikda obzor qilib chiqdik. Narxini eshitmasdan burun videorolikimizga birdan like bosib turing. Narxi 75.000 dollar aytib turibdilar. Xudo xolasa telefon sizga egasi bilan kelib, so'zlashib, qaytib kelishib beradilar aziz obunachilar. 9'un ahırında Urganchda manzillarni yana bir eslatib o'taman. 9'un ahiri Urganchda 250 kvadrat metr 2 qavatli bog'inam ega, balkon ham bor. Shunday tayyor hovli-joyni sara obzor qilib ko'rsatdik. Sizlar ham uy joylaringiz bo'lsa, tezroq sotishga yordam beramiz. Uy joylarni ko'rsatib, tavsiya qilib, olib, xarid qilib berish ham yordam beramiz aziz obunachilar. Bemalol murojaat qilaverasiz. Videorolikimizga like bosib qo'ying. Kanalımıza podpisatsiya bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Sog' salomat bo'linglar.